Men uni sevaman. U holda uni aldama. Unga bor haqiqatni ayt. Men kasalman. Oqqon kasali. Yo'q. Sen sog'san, endigina 18 ga kirding. Yo'q. Hammasi 2 yil oldin ma'lum bo'lganda. Dorilarim ta'sir qilmay qo'ydi. Nega mendan yashirding? Doktor, hamma qatori yashashda davom et deganda. Balki menga achinishlarni xohlamagandirman. Meni hamma Hammadan ko'ra seni. Men taqdirimga tan berib, kasalni yengishga o'rganayotgandim. Kutilmaganda esa sen paydo bo'lding.